Umr Alloh taolo bandalariga berilgan juda katta ne'mat va imkoniyatdir. Allohning ne'mati va bu dunyoyu oxiratda Allohning roziligini topish uchun berilgan katta imkoniyat bu umr. Kimga qancha berilgan Alloh biladi, lekin o'sha qancha berilgan bo'lsa ham o'sha umrdan oqilona foydalanib bu dunyoyu oxiratda yaxshi nom qoldirib, yaxshi ishlar qilib Allohning roziligini olishlik shuning uchun berilgan imkoniyatdir. Ayniqsa bugun dunyoda ko'rib turibmiz, turli notinchliklar, janjallar, nizolar, kelishmovchiliklar bo'lib turgan paytida mana shu umrni tinchlikda, xotirjamlikda o'tkazayotganligimiz ham katta bir ne'mat ekanligini bilib turibmiz. Buning uchun albatta Allohga qancha shukr qilsak shuncha oz. Alloh taolo Qur'oni Karimning Ibrohim surasi 7-oyatda marhamat qiladiki, agar bergan ne'matlarimga shukr qilsangiz, albatta ne'matlarimni ziyoda qilib beraman. Demak, mana shu ne'matga ziyodalik bo'lishini xohlasak, ko'proq shukr qilishimiz kerak. Ammo mana shunday tinchlik, xotirjamlik, yaxshilik bilan umr kechirilayotgan, tinch xotirjam diyorda yashayotgan holatimizda shu hayotni qadriga yetmay o'zini sog'lig'iga, moliga, joniga o'zi ziyon yetkazib, shunaqa Alloh bergan umr ne'matini noto'g'ri foydalanib, unga yaxshilik bilan oqilona yondashmasdan bu dunyosini ham, oxiratini ham xarob qilayotganlar bor. Dinimiz insonni e'tiqodini, jonini, ruhini, molini muhofaza qilgani kabi aqlni ham muhofaza qiladi. Ya'ni insonning e'tiqodi, joni, ruhi, moli, aqliga boshqalar tomonidan tajovuz qilinishiga dinimiz yo'l qo'ymaydi. Endi inson ibodatlarni joyiga qo'yib qilishlik uchun ham aqli komil bo'lish kerak. Giyohvandlik moddasini iste'mol qilayotgan odam shu aqlni yo'qotadi. Giyohvandlik modda insonning jismiga ham, aqliga ham, moliga ham, umuman hayotiga ziyon keltiradi. Shuning uchun dinimizda bu narsa qoralangan, dinimizda qaytarilgan, dinimizda taqiqlangan.